Bugun men siz bilan juda muhim masalani aniq raqamlar orqali ko'rib chiqaman. To'lovlar reallikda qanchaga oshadi? Bu savol har bir oilaga, har bir kvartira egasiga, ijarada yashayotganlarga, kichik biznes yuritayotganlarga va hatto pensiya yoki yuritayotganlarga qarab ko'radigan odamlarga bevosita taalluqli. Chunki tarif oshdi degani faqat bitta qog'ozdagi raqam o'zgardi degani emas. Bu oy oxirida cho'ntakdan qancha pul chiqishi, oziq-ovqatga qancha qolishi, kredit to'lovini vaqtida yopish-yopmaslikka ta'sir qiladigan masala. Men bugun sizga 10% oshdi, 20% oshdi degan umumiy gaplar bilan emas, real hisob-kitob bilan tushuntiraman. Qaysi xonadonda to'lov sezilarli oshadi? Kimlarda deyarli bilinmaydi? Qayerda yashirin xarajatlar bor? Qaysi joyda odamlar ko'pincha xato hisoblaydi? Hammasini birma-bir ochib beraman. Video siz uchun foydali bo'lishi aniq. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying va oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha oyga 100 minglab so'm ortiqcha xarajatga olib kelishi mumkin. Avval men masalani oddiy tilda tushuntirib olaman. Ko'pchilik tarif oshishini bitta xizmat narxi oshishi sifatida qabul qiladi. Masalan, elektr energiyasi qimmatlashdi yoki suv to'lovi ko'tarildi deb o'ylaydi. Lekin real hayotda oilaning umumiy to'lovlari bir nechta yo'nalishdan iborat. Elektr, gaz, sovuq suv, issiq suv bo'lsa issiq suv, chiqindi uy-joy shirkat to'lovi yoki boshqaruv kompaniyasi xizmati, lift, domofon, internet, ba'zan isitish tizimi, ba'zan yer solig'i yoki mol-mulk solig'i bilan bog'liq to'lovlar. Shuning uchun bitta tarifdagi o'zgarish ham umumiy byudjetga turlicha ta'sir qiladi. Avvalgi holatda ko'plab oilalar nisbatan barqaror to'lovlarga o'rganib qolgan edi. Masalan, 2 xonali kvartirada yashaydigan oila har oy elektr uchun shaxdim 20 ming so'm, gaz uchun 370 ming so'm, suv uchun darbin taqvim 1000 so'm, chiqindi uchun 20 taqvim 1000 so'm, shirkat yoki boshqaruv kompaniyasiga taqvimlar 1020 ming so'm to'lab kelgan bo'lishi mumkin. Hammasini qo'shganda oyga taxminan 2500 ming so'm atrofida kommunal va majburiy uy to'lovlari chiqardi. Albatta bu raqam hududga, uy turiga, iste'mol miqdoriga, hisoblagich bor yo'qligiga va oiladagi odam soniga qarab farq qiladi. Endi nima o'zgardi? Asosiy o'zgarish shundaki, tariflar bosqichma-bosqich real xarajatga yaqinlashtirilmoqda. Ya'ni davlat yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning aytishicha, avval ayrim xizmatlar tannarxidan pastroq narxda ko'rsatilgan. Endi esa narxlar oshirilmoqda. Buning natijasida avval 100 ming so'm bo'lgan to'lov 20 ming, 180 ming yoki ayrim hollarda 200 ming so'mga chiqishi mumkin. Lekin bu yerda muhim savol bor. Mening oilam uchun real oshish qancha bo'ladi? Men aynan shu savolga javob beraman. Asosiy qism 1 batafsil hisob-kitob, kim xavotir olishi kerak, kim kamroq xavotir olsa bo'ladi. Eng to'g'ri yondashuv shunday. Biz foizga emas, iste'mol miqdoriga qaraymiz. Chunki tarif 3% oshsa, kam ishlatadigan odam uchun oshish 340 ming so'm bo'lishi mumkin. Ko'p ishlatadigan xonadon uchun esa 340 ming so'm qo'shimcha xarajat bo'lishi mumkin. Tasavvur qilaylik. Bir xonali kvartirada 2 kishi yashaydi. Ular asosan ishda bo'ladi. Uyda kechqurun ovqat pishiradi. Kir yuvish haftasiga 22 marta, konditsioner kam ishlatiladi. Elektr sarfi oyga bilbeti kilowatt soat bo'lsin. Avval 1 kilowatt soat uchun shartli ravishda 300 so'm to'lagan bo'lsa, elektr to'lovi daxi 5000 so'm bo'lardi. Agar tarif daxi 40 so'mga chiqsa, to'lov olimi 7500 so'm bo'ladi. Oshish 22500 so'm. Endi bu odam tarif 20% oshdi deb qo'rqadi. Lekin real cho'ntagidan qo'shimcha 22500 so'm chiqadi. Gaz bo'yicha ham shunday. Agar oyiga gaz to'lovi avval 25 ming so'm bo'lgan bo'lsa, tarif oshishi natijasida 40 ming so'mga chiqishi mumkin. Suv 35 mingdan 50 mingga, chiqindi 20 mingdan 25 mingga, shirkat to'lovi esa 7 mingdan 20 mingga ko'tarildi deylik. Hammasini qo'shsak, avval elektr 45 ming, gaz 25 ming, suv 35 ming, chiqindi 20 ming, shirkat 1 ming, jami 225 ming so'm. Yangi holatda elektr alimi 500, gaz 4 ming, suv 7 ming, chiqindi 25 ming, shirkat 1 ming, jami 32500 so'm. Demak, bu kichik oilada umumiy oshish 7500 so'm. Bu seziladi, lekin juda og'ir zarba bo'lmasligi mumkin. Endi eng ko'p uchraydigan holatni olaylik. 2 yoki 3 xonali kvartirada ota-ona va 2 farzand yashaydi. Televizor, muzlatgich, kir yuvish mashinasi, elektr choynak, mikroto'lqinli pech, kompyuter, konditsioner, telefon zaryadkalari, internet router hammasi ishlaydi.
elektr sarfi oyga 300 kWh bo'lishi juda real. Avval 3000 so'mdan hisoblasak 9000 so'm. Yangi tarif 1,5 so'm bo'lsa 1,5 so'm. Faqat elektrdan oshish 45 ming so'm. Suv bo'yicha 4 kishilik oilada oyga 12 kub metr sarf bo'lishi mumkin. Agar avval suv va oqova suv uchun jami 10 ming so'm to'langan bo'lsa, tarif oshishidan keyin bu 20 ming so'mga chiqishi mumkin. Gazda agar faqat ovqat pishirish uchun ishlatilsa, oshish uncha katta bo'lmasligi mumkin. Gartan mingdan 6 mingga. Lekin gaz suv isitish yoki individual isitishga ham ishlatilsa, vaziyat butunlay boshqacha bo'ladi. Keling, o'rtacha oilaning eski to'lovini hisoblaymiz. Elektr 90 ming, gaz gartan ming, suv 90 ming, chiqindi 35 ming, shirkat 100 ming, internet 100 ming, jami 200 ming so'm. Yangi holatda elektr 100 ming, gaz 60 ming, suv 100 ming, 100 ming, chiqindi 25 ming, shirkat 160 ming, internet 100 ming, jami 160 ming so'm. Demak, real oshish 5 ming so'm. Bu endi oilay byudjetda aniq seziladi. Ayniqsa oila maoshi 4-5 million so'm bo'lsa, 1,35 ming so'm oyga bitta haftalik bozordan qisqarishi yoki bolalarning qo'shimcha to'garagidan tejashga majbur qilishi mumkin. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin eng katta zarba oladigan guruhni ko'ramiz. Katta uy 5-6 kishi, konditsioner yozda deyarli doimiy ishlaydi. Qishda elektr isitgich ulanadi, kir yuvish tez, idish yuvish mashinasi bor, suv ko'p sarflanadi. Uyda keksalar yoki kichik bolalar bo'lgani uchun isitish va issiq suvga talab yuqori. Bunday oilada elektr sarfi oyga 600-800 kWh chiqishi mumkin. Agar 700 kWh olsak, avval 300 so'mdan 210 ming so'm edi. Yangi tarif dardiga xuddi so'm bo'lsa 2000 ming so'm bo'ladi. Agar iste'mol yuqori bosqichli tarifga tushsa, ya'ni ma'lum limitdan oshgan qism qimmatroq hisoblangan bo'lsa, real to'lov bundan ham yuqori chiqadi. Suv sarfi ham 25-35 kub metr bo'lishi mumkin. Avval 1 ming so'm bo'lgan suv to'lov 2-30 mingga chiqish ehtimoli bor. Gaz ayniqsa isitish uchun ishlatilsa, qishda juda katta farq qiladi. Masalan, avval qish oyida gaz uchun 300 ming so'm to'lagan xonadon yangi tarifda 600 ming so'm to'lashi mumkin. Bu yerda umumiy hisobni ko'raylik. Avval elektr 210 ming, gaz 300 ming, suv 100 ming, chiqindi 6 ming. Boshqaruv to'lovi 200 ming, internet va boshqa xizmatlar 100 ming, jami 1 million 100 ming so'm. Yangi holatda elektr 200 ming, gaz 200 ming, suv 200 ming, chiqindi 10 ming, boshqaruv 300 ming. İnternet va boshqa xizmatlar 5 ming, jami 1 million 65 ming so'm. Demak, oshish 65 ming so'm. Mana real zarba qayerda ko'rinadi? Ijarachilar alohida xavf guruhida. Nega? Chunki ular faqat kommunal to'lov oshishidan emas, ijara narxi oshishidan ham zarar ko'radi. Uy egasi kommunal qimmatlashdi, uy saqlash xarajatlari oshdi. Bozor shunaqa deb ijarani ham ko'tarishi mumkin. Masalan, avval ijara 2 million so'm, kommunal 400 ming so'm bo'lsa, jami 2 million 400 ming so'm chiqar dedi. Endi kommunal 1 ming bo'ldi, uy egasi ijarani 2 million 300 mingga chiqardi. Natijada umumiy xarajat 2 million 1 ming so'mga yetadi. Bu yerda kommunal oshishi 1 ming, ijara oshishi 300 ming, jami qo'shimcha yuk kiritma 1 ming so'm. Shuning uchun ijarada yashayotganlar faqat hisoblagichga emas, shartnoma shartlariga ham qarash kerak. Agar siz sartaroshxona, kichik do'kon, kafe, nonvoyxona, tikuvchilik sex yoki ofis yuritsangiz, to'lov oshishi narx siyosatingizga ham ta'sir qiladi. Uy xo'jaligida 100 ming so'm oshish faqat oilaviy byudjetni qiynaydi. Biznesda esa elektr, suv, gaz, ijara, chiqindi, signalizatsiya, internet, bank komissiyalari birgalikda mahsulot yoki xizmat tannarxini oshiradi. Masalan, kichik kafe oyga elektr uchun 200 ming, gaz uchun 1 million, suv uchun 300 ming, ijara uchun 6 million to'laydi. Tariflar va boshqa xarajatlar o'zgash. Elektr 1 million 200 ming, gaz 1 million 600 ming, suv 400 ming, ijara 7 millionga chiqsa, umumiy qo'shimcha xarajat 2 million 100 ming so'm bo'ladi. Endi tadbirkor buni qayerdan qoplaydi? Yoki narxni oshiradi, yoki foydasidan kechadi, yoki ishchilar sonini qisqartiradi, yoki mahsulot sifatini pasaytiradi. Shuning uchun to'lovlarning oshishi faqat kommunal masala emas, u bozordagi umumiy narxlarga ham ta'sir qiladi. Birinchidan, elektr energiyasini ko'p ishlatadiganlar. Konditsioner, elektr isitgich, elektr plita, boiler
issiq pol, katta muzlatgichlar, nasoslar bularning hammasi hisobini tez oshiradi. Ikkinchidan hisoblagichi yo'q yoki noto'g'ri ishlayotgan xonadonlar. Chunki hisoblagichsiz to'lov ko'pincha normativ asosda hisoblanadi va real iste'moldan ko'proq chiqishi mumkin. Uchinchidan katta oilalar. Odam soni ko'p bo'lsa, suv, elektr chiqindi, issiq suv sarfi tabiiy ravishda oshadi. To'rtinchidan ijarachilar va kichik biznes egalari. Chunki ularda ikkilamchi o'sish xavfi bor. Kommunal oshadi, ijara ham oshadi. Agar sizning xonadoningizda barcha hisoblagichlar ishlayotgan bo'lsa, iste'mol past bo'lsa, uyda energiya tejamkor lampalar, zamonaviy maishiy texnika bo'lsa, suv oqishi yo'q bo'lsa, konditsioner va isitgichlardan me'yorida foydalansangiz, o'sish nazorat qilinadigan darajada bo'ladi. Masalan, yolg'iz yashaydigan yoki 2 kishilik tejamkor oila uchun umumiy o'sish oyiga EBD 1000 so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu ham pul albatta, lekin uni boshqarish mumkin. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, foiz va real summa bir xil narsa emas. Odamlar tarif abin foiz oshib dedi deganda darrov vahimaga tushadi. Lekin sizning eski to'lovingiz 10 ming bo'lsa, abin foiz oshish 20 ming so'm. Eski to'lovingiz 800 ming bo'lsa, abin foiz oshish 400 ming so'm. Shuning uchun har bir xonadon o'z raqamini alohida hisoblash kerak. Ikkinchi nozik jihat mavsumiy farq. Yozda elektr to'lovi konditsioner sabab oshadi. Qishda gaz yoki isitish to'lovi oshadi. Bahor va kuzda to'lov pastroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir oylik hisobga qarab xulosa chiqarish noto'g'ri. Men odatda odamlarga 2 oylik o'rtacha xarajatni chiqarishni maslahat beraman. Masalan, yanvar oyida gaz 500 ming chiqdi deb vahima qilish ham, may oyida gaz 60 ming chiqdi deb hammasi yaxshi deyish ham xato. Yillik o'rtacha ko'rsatkich real manzarani beradi. Uchinchi nozik jihat qarzdorlik. Agar sizda eski qarz bo'lsa, yangi to'lov bilan aralashib ketadi va sizga hamma narsa keskin oshgandek ko'rinadi. Masalan, avvaldan 300 ming so'm qarzingiz bor. Yangi oyda 1 ming so'm to'lov chiqdi, jarima yoki penya qo'shildi. Siz 500 mingdan ortiq summa ko'rasiz va to'lovlar 3 barobar oshibdi deb o'ylaysiz. Aslida bu yangi tarif emas, eski qarz bilan birga hisoblangan summa bo'ladi. Shuning uchun kvitantsiyada alohida qatorlarni tekshirish kerak. Joriy oy, oldingi qarz, penya, qayta, hisob-kitob, imtiyoz, subsidiyalar. To'rtinchi nozik jihat, hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida bermaslik. Ko'p xizmatlarda siz ko'rsatkichni o'z vaqtida bermasangiz, tizim o'rtacha yoki normativ bo'yicha hisoblab yuboradi. Keyin siz men buncha ishlatmadim deb hayron bo'lasiz. Masalan, suv hisoblagichini 3 oy davomida kiritmadingiz. Tizim sizga odam soni yoki normativga qarab hisob yozdi. Natijada real sarfingizdan 2 barobar ko'p to'lov chiqishi mumkin. Keyin qayta hisoblash mumkin, lekin vaqt, asab va hujjat talab qilinadi. 5-nozik jihat, texnik yo'qotishlar va nosozliklar. Uyda suv krani tomchilab tursa, siz uni arzimas deb o'ylaysiz. Lekin bir oyda bu bir necha kub metr suv bo'lishi mumkin. Unitaz bakining ichida sekin suv oqib tursa, oyiga 5 kub metr suv bu yerda ketishi mumkin. Elektrda eski muzlatkich yoki nosoz boylar doimiy energiya yutishi mumkin. Gazda esa sozlanmagan isitish tizimi ko'p sarflaydi. Tarif o'shanda oldin bilinmagan bunday mayda yo'qotishlar katta pulga aylanadi. 6-nozik jihat. Umumiy uy ehtiyojlari. Ko'p qavatli uylarda podest yoritilishi, lift, nasos, umumiy hudud tozaligi, kuzatuv kameralari, domofon, hovli yoritgichlari uchun ham pul yig'iladi. Bu to'lovlar ayrim hollarda shaffof bo'lmaydi. Agar boshqaruv kompaniyasi yoki shirkat xarajatlarini aniq ko'rsatmasa, aholi nimaga qancha to'layotganini bilmaydi. Tariflar oshganda bunday umumiy to'lovlar ham ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun faqat o'z hisoblagichingizni emas, uyingizdagi umumiy xarajatlarni ham nazorat qilish kerak. 7-nozik jihat imtiyoz va subsidiya masalasi. Ayrim oilalar davlat tomonidan yordam olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz keksalar yoki boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar. Lekin muammo shundaki, ko'pchilik huquqi borligini bilmaydi yoki hujjat topshirishga erinadi. Natijada olish mumkin bo'lgan yordamdan foydalanmaydi. Men doim aytaman, agar sizning daromadingiz past bo'lsa, bu masalani albatta tekshiring. Chunki oyiga 50 ming so'm yengillik ham bir yilga hisoblasak, 600 mingdan 1 million 200 ming so'mgacha pul degani. Endi men sizga aniq harakatlar ro'yxatini beraman. Birinchi qadam, oxirgi 6 yoki 2 oylik barcha kommunal to'lovlaringizni yig'ing. Elektr, gaz, suv chiqindi,
shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi, internet isitish hammasini alohida yozing. Qog'ozga yozsangiz ham bo'ladi. Telefonda jadval qilsangiz ham bo'ladi. Har oy bo'yicha eski summani ko'ring. Shunda sizda men taxminan qancha to'layman degan gap emas, aniq raqam bo'ladi. Ikkinchi qadam, iste'mol miqdorini yozing. Elektrda kWh, suvda kub metr, gazda kub metr. Faqat summa emas, aynan miqdor muhim. Chunki tarif oshganda siz shu miqdorni yangi tarifga ko'paytirib, kelajakdagi to'lovni oldindan bilishingiz mumkin. Masalan, oyga 300 kWh ishlatsangiz, yangi tarif derdi deyilib so'm bo'lsa, o'chini 7 ga ko'paytirasiz. 1.5 so'm. Shunda hech kim sizni qo'rqita olmaydi. Siz o'zingiz hisoblay olasiz. 3-qadam. Hisoblagichlarni tekshiring. Elektr, gaz, suv hisoblagichi ishlayaptimi? Plombasi joyidami? Ko'rsatkichlar to'g'ri kiritilyaptimi? Muddatdan o'tmaganmi? Bularni tekshiring. Agar shubha bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Ariza yozishda aniq yozing. Hisoblagich ko'rsatkichlari bo'yicha qayta tekshiruv o'tkazishingizni va hisob-kitobni aniqlashtirib berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada bering yoki elektron tizim orqali yuborsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. 4-qadam, suv va elektr yo'qotishlarni bartaraf qiling. Uyda barcha kranlarni yoping va suv hisoblagichiga qarang. Agar hech kim suv ishlatmayotgan bo'lsa-yu, hisoblagich aylansa, demak qayerdadir oqish bor. Elektrda ham shunday. Keraksiz qurilmalarni rozetkadan uzing. Eski lampalarni LED lampalarga almashtiring. Konditsionerni undaq darajaga emas, 24-26 darajaga qo'ying. Boiler haroratini haddan tashqari baland qilmang. Bu oddiy ko'rinadi. Lekin oyga 17-20% tejash berishi mumkin. 5-qadam, boshqaruv kompaniyasi yoki shirkatdan hisobot so'rang. Siz to'layotgan pul qayerga ketayotganini bilishga haqlisiz. Ulardan quyidagilarni so'rashingiz mumkin. Umumiy xarajatlar smetasi, lift xizmati narxi, tozalash xarajatlari, elektr yoritish xarajatlari, ta'mirlash ishlari bo'yicha dalolatnomalar. Aholidan yig'ilgan mablag' va sarflangan mablag' hisoboti. Agar javob berishmasa, yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. 6-qadam, agar to'lov sizga noto'g'ri ko'rinsa, darhol tekshiring. Keyin ko'raman deb yurmang. Chunki qarz yig'ilib qolsa, keyin uni isbotlash qiyinlashadi. Kvitansiyani oling, undagi har bir qatorni solishtiring. Ko'rsatkich oldingi oyga mosmi? Tarif to'g'rimi? Odam sonuna to'g'ri yozilmaganmi? Qarz qo'shilmaganmi? Penya nimaga hisoblangan? Agar xato topsangiz, screenshot, surat, to'lov cheklari, hisoblagich rasmi bilan murojaat qiling. 7-qadam, ijarada yashasangiz, uy egasi bilan kelishuvni yozma qiling. Kommunal to'lovlarni kim to'laydi? Qaysi xizmatlar ijaraga kiradi? Qaysi biri alohida? Tarif oshsa ijara avtomatik oshadimi yoki yo'qmi? Hammasi aniq bo'lishi kerak. Aks holda oy oxirida kelishmovchilik chiqadi. Men ijarachilarga har oy hisoblagich rasmini saqlashni maslahat beraman. Kirgan kuningizdagi ko'rsatkichni ham albatta rasmga oling. 8-qadam, oilaviy byudjetni qayta ko'rib chiqing. Agar to'lovlar oyiga 1,5 so'm oshsa, yiliga 1,8 so'm bo'ladi. Agar 400 mingga oshsa, yiliga 4,8 so'm. Bu endi jiddiy summa. Shuning uchun kommunal to'lovni mayda xarajat deb emas, yillik rejaning alohida bandi sifatida ko'ring. Har oy oldindan ajratiladigan mablag'ni belgilab qo'ying. 9-qadam, imtiyoz va subsidiya imkoniyatini tekshiring. Mahalla ijtimoiy himoya organlari, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar yoki tegishli elektron platformalar orqali ma'lumot oling. Sizdan odatda pasport yoki ID karta, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, oila tarkibi, daromad haqida ma'lumot. Nogironlik yoki pensiya hujjatlari, kommunal to'lov kvitansiyalari so'ralishi mumkin. Hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'ysangiz, jarayon tezlashadi. 10-qadam, bolalar va oila a'zolariga ham tushuntiring. Tejamkorlik faqat bitta odamning vazifasi emas. Agar siz chiroqni o'chirib yursangiz, lekin boshqalar kun bo'yi konditsionerni ochiq qoldirsa, natija bo'lmaydi. Oilada oddiy qoidalar bo'lsin, xonadan chiqqanda chiroq o'chadi. Suv bekorga oqmaydi. Kir yuvish mashinasi yarim bo'sh ishlatilmaydi. Konditsioner yo'qilganda deraza ochiq turmaydi. Demak, to'lovlar reallikda qanchaga oshishini bilish uchun faqat yangilikdagi foizga qarash yetarli emas. Siz o'z iste'molingizni, eski to'lovlaringizni, hisoblagich holatini, mavsumiy farqni va yashirin xarajatlarni hisobga olishingiz kerak. Kichik va tejamkor oilada oshish 7,7 so'm bo'lishi mumkin. O'rtacha oilada 1,2 so'm atrofida sezilishi mumkin. Katta uy, ko'p iste'mol, isitish yoki biznes bo'lsa,
qo'shimcha xarajat 500 ming so'mdan ham oshishi mumkin. Men sizga tavsiya qiladigan eng asosiy narsa. Bugun oxirgi kvitansiyalarıngizni olib, oddiy hisob kitob qiling. Qancha ishlatyapsiz? Qancha to'ladingiz? Yangi tarifda qancha chiqadi? Buni bilsangiz, vaziyatni boshqara olasiz. Bilmasangiz, har oy kelgan kvitansiya siz uchun kutilmagan zarba bo'lib qolaveradi. Agar sizda to'lovlar bo'yicha savol bo'lsa yoki oxirgi oyda kommunal xarajatlaringiz qanchaga oshganini ko'rgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Boshqa tomoshabinlar ham real misollarni ko'rsin, solishtirsin, xulosa qilsin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalga obuna bo'ling. Men keyingi videolarda ham pulingizni asrashga yordam beradigan aniq hisob-kitoblar, huquqiy maslahatlar va amaliy yo'l yo'riqlarni tushuntirib boraman.